Unakilar fragni ham boshlab oldik. O'zi YouTube'ga chiqqanga ko'p bo'lmadi-yu, lekin bugun birinchi marta YouTube'da o'yin chiqarishim. Bu o'yinni oldin juda ko'p o'ynaganman, lekin bu telefonda birinchi marta yuklanishi. Shu kompaniyadan chiqqan deb o'ylayman shu o'yinni. Qani ochil. Ancha уровенimiz 1. Shu o'yinni noldan boshlaymiz. Ya'ni menimcha 4.7 versiya kerak. Continue deb bosamiz. Xo'p. Bu ochmali o'yin. Oldin aytib qo'yay. Ozgincha pasaytiramiz. Birinchi marta kiribdi, qo'rqoqmi deymanda. Birinchi o'yin. Telefon uchun birinchi o'yin, lekin men uchun birinchi o'yin emas. Chunki juda ko'p o'ynaganman. Skip tutorial. Yes, I'm pro. Bizning YouTube kanal yo'q. O'zim proman dedim. Tushun bosamiz va ochamiz. Nima tushiga? Bo'ladi. Endi bularni уровенini oshirish kerak. Odamlarning уровенini oshirsa, shuncha yaxshi o'ynaydi. O'yin xoinasi bu. Mana bu reward degan ko'k olsalar, bir уровенimiz oshadi. Back play. Bu o'yin ko'rgan inglizcha qilmayman, chunki ingliz tilini o'zim yoqadi, o'rganaman. Kit shorty. O'yinga faqat bir xil nom bo'lmaydi. Nomimizni o'zgartirsa ham bo'ladi, lekin o'yin boshida hali qo'ymaydi bizda. Mana bu yoqqa A va B bor. Agar B deb belgilasam, hamma B deb ochishga to'g'ri keladi. Qolgan botlar. Odamlar ochish kerak, chunki biz ham A va B'mizni o'ldirmasligi uchun. Mana bundan jon to'ldiriladi. Yaxshi. Hamma har bir odam o'ziga yarasha qanaqadir modchasi bo'ladi. B o'yin A deb bosamiz. Odamlar tanlasa odam uchadigan ochkiga qo'zg'aladi. Bu A deb otgan ekan. A va B'ni otib raqamni qaranglar. A'da ham B'da ham raqam bor. Mana raqamni tugatsanglar, mana chekkadagi jonni pastdagi ana shu narsaga uchib ketadi. Shu bilan shuni yaxshi tomoni borki, o'zlaringiznikini ham belgilasanglar, o'zlar ko'k A'da o'shalarni himoya qilishadi. Zashita. Kelishdi. Olaymiz. Burada jonlar kam qolsa, bu C'da raqamga qaratmaydi, chunki tepada mana 10. O'zidan o'zi ham yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ba'zi shuni bo'lib turadi. Yana bizda nimadir qilishlarni o'rgataveradi. O'zimizda hech bir o'zimizni collect oldi bo'lsa, birda hammasini olamiz. Erkin qush bo'lolmayganmiz hech. Mana levelni 4 ga oshirdik. Reward olamiz. Play.
Hali o'yinning hamma joylarini sizlarga tushuntirib o'taman. O'zimiz bir hozir qani boshlaymiz. Safar mana bunda o'ynab ko'ramiz. Biz hali endi o'rgatyapti ABD. Lekin nomini bilaman. 100 degan joy bor. Har bir odam o'ziga yarasha anaqa joy bo'ladi. Boramiz. Jonimizni kamaytirib olaylik. Qani odamlar. O'zga qani. Mana bu yerda bossanglar, mana. Mana shu yerda bossanglar, masalan, mana shu yerga kiramiz. Bu mana qo'ylaydi buni. Kuchi shunda. Qaroqchining kuchi shunda. Qo'ylaydi uzoqdagi odamlar. Bitta ucham bitta o'ldirib qo'yadi. Yana mana shu yerda bossa, mana ko'ramiz. Abi o'libdi va sayda belgilab qo'yamiz. Erkin qush bo'lganimizdan keyin hamma sirlarni o'rgataman. Mana jonkan o'ldiraman. 9 bomba otish imkoniyatim bor. Ko'rsin maqolim. Mayli, keyingi o'yindan boshlaymiz. Viktor. Yutdi degan. Hop. Yangi arena berdi. Bu odamlarni hammasini ochib ko'rganman oldingi akkauntimda. Bu yangi akkaunt sizlar uchun maxsus. Open now, collect all. Shuncha narsa berdi. Bombachi qizni ham update qilamiz. Hop, bu yerda o'ziga yarasha sovg'alar beradi. Sovg'alarni olganlaringizdan keyin mana pastdagi tool boradi. Mana pastda qaranglar. 20 ta olmos berdi. Olmoslarning rangi bu yerda siyoh, binafsha. Go'ni bossam o'yinga kirishadi. Shu boyga kirgan joyimdan o'ziga yarasha sovg'alar beradi. Shu hammasini collect qilaversanglar, sovg'aga erishaverasizlar. Qizni ko'rsinmi qoldi. Ad belgilab qo'yaylik. Hop, mana dushmanlardan kelyapti. Ko'pincha shadan keladi. Masalan, mana. Shuni o'tadi. Tushundinglar? Mana bu. Mana cheksiz o'qi bor. Qanday qilib deyishlaringiz mumkin. Qarang. Hop. Cheksiz o'qi deyishlaringiz mumkin, chunki bu xuddi qilichday narsasi bor. Bunda avtomat yo'q. Avtomatda o'qi bo'ladi. Bunda bo'lsa yo'q. Buni sirli kuchi bo'lsa mana bunda. Shunaqa bo'ldi. Qilichda har doimgidek cheksiz kuchi bo'ladi, bilasizlar. Bed bosamiz. Mana bed. O'ldi. Endi uchadigan qizni olib uchamiz. Uchib sayga asosga chiqamiz. Birinchi arenalarimizda har doim say bitta bo'ladi. Yagona arena bor deb o'ylamanglar. Arenalar ko'p. Sayni belgilab qo'yamiz. Mana shu keladi. Yana biza yutdik. Kart. MVP eng zo'r o'ynagan o'yinchi. Har doimgidek oxirida rewards. Oxirida o'rtada turib qoladi. Rewards. Mana bu yerdan ham sovg'alar berib turadi. Mana bu yangi odamni berdi. Hozir ko'ramiz yangi odamni. Qani? Open now. Qanchalik o'rinlaringiz oshursa, sandiqlarni ochishga olmos shunchalik ko'p ketadi. Next. Deck.
Lekin bu odamlarni o'sha qanchaligi kuchaytirishi upgrade deganday upgrade qilamiz. Uni level 2. Har bitta odamni o'ziga yarasha kuchi bo'ladi. Masalan, hammasini hozir sizlarga tanishtirib chiqaman. Ko'p sovg'alar qolib ketdi-yu, mayli ketdi. Nechta battle bo'ldi? 3 tami? Adashmasam bu 4-o'yini. To'g'ri, sizlar ko'rsatgan 4-o'yin. Mashallah. Bu robot Germaniyalik. Xo'jagan odamlaringizni qaysi yurtdaligini bilib olsanglar bo'ladi. Men ko'rganman oldin, hozir sizlarga ko'rsataman. To'g'rimizdagi cheksiz o'qli, ya'ni o'zini ham qilish ham qalqoni bor odam Turkiyalik. Men bilaman, menimcha USA, ya'ni Amerikalik ham asosroq. Buni yaxshi tarafi, buni qalqoni sehrli kuchi. Boshqa odamga o'tib olamiz. Va olib yo'q odam mana bu Den. Ismi Den buni bildinglar. Jonni ko'paytirib olamiz, sehrli kuch. Eng yoqqan tomoni odamlarning sehrli kuchi borligida. Otamiz. Jang bo'lib kelamiz. Jang keyin hujum qilishyapti, to'g'ri. Shuning uchun bizlarnikini olib borib olamiz. Bizlarni boshla. O'zini kirib qolib, o'lishini olib boshqa odamga o'tib olaman. Lekin victory biz aytgan bo'lamiz. Qachon erkin qush bo'lamiz? MVP har jangda eng zo'r o'ynagan odam. Mana sovg'alar olamiz. Yana pastdan ko'payib Danga, ya'ni o'zimiz yaxshi ko'rgan odamimizga, eng yoqqan odamga kuchaytirish berildi. Yo bu 4 yoki 3-urovень bo'ladi deb o'ylayman. Level up 2. Ya'ni o'zimiz o'ynayotgan o'yinni level up bo'ldi. Odamlarniki emas. Aytdim, bu yo 3 yo 4 level bo'ladi. Yana sovg'alarimizni olamiz. Mana yana pastdan ko'payadi. O'sha qancha sovg'a olsanglar, shunchalik ko'payaveradi. Qarang mana, pastga oltin, 50 ta oltin oldik. Boyagi Germaniyalik robotni ham hozir bersa kerak, Turix. Buni ham 3 bo'ladi, adashmasam level. G'oni bosib o'yinga boramiz. Har xil reklamalar chiqadi. O'yinni o'zida reklamalasi. Ya'ni tips, qoidalari. Menimcha shu. O'zimizdan bitta kichik bir o'zidillik bilan o'ynaymiz. Chunki har o'yinda ko'rsatadi o'sha narsani. Mana mikrofonni o'chirib qo'ydim, ko'ryapsiz. Chunki gapiraverib bo'lmaydi-da, ko'p gapirsa. Shunday deb o'ylayman. Yana jonni to'ldiramiz. O'zlaringiz qanday o'ynayotganini ko'ringlar, mikrofonni o'chirganini. Yana sayda bosamiz. Bu o'zi amallab tursin deb. Buni hozir olib kelamiz. Kim bor?
jonlarsiz kelsa mana hospitaldan olaverasizlar. Uchamiz. Qo'nishi ham boy. Dem ototimizni yo'lini otamiz. Ko'rakalarni selni qanchalarga qaramadi, ya'ni o'yindagiga qaraydi. Birinchi o'rinda qanchalar urib oshsa, uni ham soni ko'payadi. Boraveradi. O, yangi sonlar berdi. Erkin qush bo'ldi deb o'ylagandim. Shularni berdi, mayli. O, bular pulli. Bizga kerak emas. O'zimiz kuchimiz bilan o'ynamoqchiman. Yana qoidalarga ko'ra yana bizga hospitaldan ishlatinglar deyapti. Bu safar men hech narsa qilmayman. Past aylan yurajapman. O'zimizni botlanmoq ekan. Men ko'rganlar tepada o'rtada ko'k 973 kamayapti. Chunki uni ochishyaptilar. Haberlar. Bo'yatganda hech narsa qilmayman turaman. Ifragda o'zidan o'zi otadi. Dushmanni ishni qo'yasida o'zidan o'zi otaveradi. Qizilda 700, biza hali ham 943 bo'lib qoldik. Endi 13. Odamni otsa ham bular kamayadi. Shunisini bilaman. Mana bu yerda chapdagi pasttomonda mana reaksiya bildirsa masalan mana. Men reaksiya bildirdim. Halicha hech kim bildirmadi. Tepadagi mana bizdan 883 oldidan kurscha degan joyni shunday bossanglar uni qo'yib qoladi. Kontrol deganda bo'lasizlar. Yana kurscha bossanglar shunday bo'ladi. Ko'pincha men odamga shunday tashqaridan qarash yoqadi. Chunki realistik o'ynayotganday bo'lish uncha yoqmaydi. Otmayman. O'zi otmaydi. Dushmanga tushsa o'zi otaveradi. Bu bizdan o'ldirishadi. Agar men bu o'yindan chiqib ketsam, shuna kirib qarasam, yutqizgan bo'lamizlar. Mayli. Hech narsa qilmasam bo'lmaydi. Baribir eplolmayman. Jon terdiramiz. Mana ketdi. O, mana bu odamni olganman, bilaman. Miltiqmas, ya'ni gitarasini o'qib tugamaydi. Ya'ni cheksiz. Qani jon to'ldiramiz. Ketdi joyga. O'ldi. O'ldi, yaxshi. Serga boramiz. Mana bu uchar qizni tepasi atak yozilgan. Jet. Atak yozilgan. Atak bu o'sha S'ga ketadigan. Point X2. Bu degani agar vaqtingiz ko'rsatilgansiz, yana vaqt qo'shib beradi. Bu ham vaqtli o'yin. Qani? Har doimgidek erkin qush bo'laman deb o'ylayapman. To'g'ri topdim. Narsa beradi, olishga to'g'ri keladi. Chiqamiz. Ketdi. Bular ham sovg'a beradi. Bepul qoldirib olsangiz hammasi beraveradi narsa. U ana shu sandiqdan yaxshi narsalar ko'p chiqadi deb o'ylayman. Ko'p ishlatganman-da. Mana erkin qush bo'ldik. U kulli. Qani kulli sovg'alarim. Bitta o'sha o'zida klub u yangi reaksiya bildiradigan berdi. Bu 200
boshqa narsa yo'q. Mana bu Germaniyalik, mana. Qarang, mana level 2, 3 tepasi Germaniya bor. Upgrade qilamiz. Reward. Oshib ketaveradi, bundan narsalarni olamiz. Collection. Collect. Chamiz. Claim. Narsa olamiz, yana bizga narsa beraveradi. Buni sovg'a berishlari ko'p ekan. 50 tanga olamiz. Bundan keyin 30 ta qanadir tangacha olsa bo'lar ekanmiz. New degan joyga shuni kirib qo'yinglar, bo'ldi. Yangilik ham bilib turasizlar. Nimadir bor ekan. Olamiz. Bizga zo'r narsadan beradi. Bu level 5 ga oshdim deyman. Qolganini claim. Claim. Bo'ladi. Hech narsa berolmadi. Mayli. Reward. Omnium. Lucky qilsa bo'ladi. Qani. Aylantiramiz. Menga eng yaxshisi olmos. U normalniy. Yana aylantiramiz. Evet. Bu 13 olmuş. Normalniy. Menimcha juda ham hayron qolmayotganim sababi bundan ko'plarini tushirganman oldin. Aka, uka. Fragment. Shoh $3. Otabek, Vin, Zara. Gojo Satoru. Mana ham oldilari nickname emas. Klub rasmi. Qizlar o'ynayotgan o'xshaydi. Mana buni уровень 5 qilamiz. Mana bu originalni o'tsalar mana. O'zgaradi. Bu boyagi illyustralik artistkadan 50 ta yig'salar, mana shu ola olasizlar. Ular bekorga berilgan. Oldin shu level. Qancha ko'p level oshaversa, level oshish uchun kartochkalar juda ko'p kerak bo'lib boraveradi. Qanaqa tanga kerak ekan-ki bizga. Hech bunaqa vaziyatga birinchi marta tushdim. Odamni upgrade qilaman deb tangam yetmay qolgan vaziyat birinchi marta bo'lish. Mayli, normalniy. Shu bilan part 1 is the end. Qani? Bu part 1 is end.